Assalomu alaykum. Matematika fani ixlosmandlari, matematika faniga qiziquvchi o'quvchilar, ustozlar. Xo'p, quyida berilgan geometrik bitta masalaning yechimini sizga ko'rsatib bermoqchiman. Demak, masalamiz shartiga ko'ra trapetsiya berilibdi. AG kesmani uzunligi 3/7 ekan. Demak, AG kesmani uzunligini 3/7 dan katta qilib olsak, 7 kesmani x desam, AG kesmamiz shunda 3x bo'lib qoladi. AB asosi esa DC asosidan 3 marta katta ekan. Demak, mana bu y desak DC asosini, shunda ma'miz esa 3y bo'lib qoladi. Xo'sh, shunda CYF YFS ning yuzasi 8 ga teng bo'lsa, BFS uchburchakning bizdan yuzasini so'rabdi. Demak, nima qilamiz? Yaxshilab qaranglar. Eshitib olamiz. Mana davom ettiraman. Davom ettirib, desani ham kesishguncha davom ettirsak, qandaydir mana bu yerda K nuqtada ikkov kesishadi desak. Shunda YD kesmamiz uzunligi x ga teng, AY kesmamiz uzunligi 3x ga teng. Demak, ana bu kesmamiz uchburchak. YDK bilan uchburchak. Y AB lar bir-biriga o'xshashligidan AB kesmamiz 3y bo'lib qolsa, mana bu 3 marta kichik bo'lib qoladi, y bo'lib qoladi. Shundan foydalanamiz. Demak, endi xuddi shu xossani ishlatsak, KS kesma 2y, AB kesma esa mana 3y, to'g'rimi? Shundan foydalanib KF kesmaning FB kesmadan ham 3 marta katta ekanligini biz aytib bilamiz bemalol. 3 marta katta ekanligini bemalol aytib bilamiz. Ya'ni mana bu kesmamiz 2 3 nisbatda ekanligini aytib bilamizda. Mana bu kesmamiz qanaqadir 2a, mana bunisi demak 3a ko'rinishda bo'ladi. Endi yana mana bu kesmaga e'tibor beraylik. Endi ana YDK uchburchagimizdagi bilan yana boyagi YAB uchburchagimizda mana bu yerni qanaqadir bir B deb olsak, bu yog'i esa bizga nimani beradi? Mana bu yog'ini B dedim, bu yog'i esa mana qolgan joyi qanaqadir 3b bo'ladi. To'g'rimi? Shunda KB kesmaga qarasak, KB kesmaning uzunligi bir paytning o'zida 2a plus 3a ga ham teng bo'lyapti. Bir paytning o'zida b plus 3b ga ham teng bo'lyapti. Natijada 5a teng 4b deb, xo'p, b kesmaning uzunligini topib olsak, 1.25 a ga teng ekanligi kelib chiqadi. Xuddi shunday. Xo'sh, endi KF kesmamiz 2a edi. Diqqatni e'tibor qarasak, KF kesmamiz 2a edi. Shunda YF kesmamiz ayirib tashlasak, mana bu joyi 0.175 a ni beradi. To'g'rimi? Xuddi shunday. Endi bizda uchburchak YSB ga e'tibor qaratsangizlar, YSB uchburchakka e'tibor qaratsangizlar, diqqat bilan qaraymiz. YF kesmaning FB kesmaga nisbati S YFS uchburchakning S BFS uchburchakka nisbatiga teng bo'lib qoladi. To'g'rimi? Xuddi shu narsani ishlatsak endi 0.75 taqsim 3a 0.75a taqsim 3a barobar YFS uchburchagimiz yuzasi 8 edi. Demak, S BFS topilishi kerak. Alar qisqarib kerakli soddalashtirishlarni bajarsangizlar, demak S BYS uchburchagimiz yuzasi shunda 32 ekanligi kelib chiqadi. Tushunarli deb o'ylayman. Barchalaringizga katta rahmat. YouTube kanalimizda ham shu masalaning yechimini qoldiraman. Qarab o'rganib olsangizlar juda yaxshi bo'ladi. Salomat bo'ling, charchamanglar.